Oxirgi payt Instagramda professionalniy olingan videolardan ko'ra ko'proq oddiy qo'lda mana shunaqa olingan videolar to'pga o'tyapti-da. Bu odamlarga endi yoqyapti. Sababi tabiiy chiqadi. Shuning uchun hozirgi kelgan obyektimizni ham operatorni ovora qilmadim-da, o'zim sizlarga ko'rsatib beraman dedim. Qaranglar, mahallani asfaltlar qilingan, yangi 16 yillikni bunyodkor mahallasi bo'ladi. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Doddaligini, hammasi yangi qurilgan uylar. Xo'p, bu uyimiz katta uy bo'lgan. Mana shuni yarimi bo'lib kadastrlar alohida qilib qo'yilgan. Fasadi 24,5 metr. Mana darvozaxonasigacha hisoblaymiz. 24,5 metr, uzunligi 30 metr, ichkarida mana bunaqa uzun naveslari, yana imoratlari bor. Uy qurish uchun menimcha ideal variant. Mahalla ham zo'r, ikkiga bo'lib, ikkita chiroyli uchastka qurib yuborsa bo'ladi. Narxi necha pul desanglar, har bir sotiqiga $23,100 dan chiqyapti. Bu mahalla uchun zo'r narx. Yon atrofga kelib bitta qiziqib ko'rsanglar, 25,000, 26,000, 30,000 gacha so'rab o'tirganlar bor. Bilasizlar, har doim joy egalarini, nomerlarini video ostida yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa zo'r variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Patkulch holatda tayyor uylarimizni $155,000 dan $175,000 gacha o'rtoqlar sotuvga chiqdi. Faqat ulgurib qolish kerak. Soni cheklangan. 2 sotiqdan 2,2 sotiqgacha uylarimizni hozir sizlar ko'rayotganinglar bu 2,2 sotiqligi kiraverish kattagina darvozaxonamizni bemalol bitta katta avtomobil sig'adi va bu yoqda yozgi oshxonalar yasab qo'yilgan. E'tibor bersanglar, yozgi oshxonalarimiz, mana bu so'kinlarimiz granit qimmat toshlardan qilingan. Yozgi oshxonani bu yoq burchagida hovli uchun bitta hojatxona qoldirilgan. Imoratimizda 2 qavatli, yerto'lasi ham yaxlit qilib xonalarga bo'lib qo'yilgan. Yerto'laga hovlidan ham tushsak bo'ladi, uyi ichidan ham tushsak bo'ladi. Mana zinalarni chetini dumaloq qilib lekin boplab qo'yishibdi. Kelinglar endi ichkariga kiramiz. Hozir ish jarayonlari ketyapti. Usta akalarimiz ishlashyapti. Kiraverish mana shunaqa keng live room bilan boshlanadi. O'rtoqlar, birinchi ko'radigan xonamiz bu tarafda ayollarimiz uchun mo'ljallangan kattagina keng oshxona bo'lsa, to'g'ridan kattagina mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan mehmonxonani ko'ramiz. Bu tarafdan zinalarimizni boya aytgandek yerto'laga tushganimizda xonalarga bo'lib qo'yilgan. Isitish tizimlari ham yerto'lada joylashtirilgan. Birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzulni ko'radigan bo'lsak, buni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ikkinchi live roomni ko'ramiz. O'rtoqlar, uja aboylar yopishtirib qo'yilgan. Bu yoq tarafda ikkinchi qavatimizdagi bu birinchi xona bo'ladi. Yo'laklari keng qurilish lekin haqiqatda zo'r qilinibdi. Bu tarafda umumiy ikkinchi qavatimiz uchun vannaxonani ko'radigan bo'lsak, buni yonginasida navbatdagi ikkinchi qavatdagi ikkinchi xona bo'ladi. Endi oxirgi xona mana bu yoqda. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini ichida sanuzullar bilan birgalikda bo'lyapti. O'rtoqlar, uyimizning manzili Yangi Toshmi postidan kirganda Ko'ksaroyda bo'lyapti. Uylarimizning soni cheklangan, ulgurib qolinglar. Mana shunaqa yangi uyda yashash niyat qilganlar bitta like bosib qo'yinglar. E'tibor markazingizda 5 sotiqli yer maydoniga ega bo'lgan yangi high-tech loyiha. O'rtoqlar, tashqari tarafini qaranglar. Kattagina o'zini bog', yashil hududlari, oldida avtomobil qo'yadigan joylari. Endi kelinglar, men sizlarni ichkariga olib kiraman. Voy dod! Yerimizning razmeri 20 ga 30. Imoratimizda 2 qavatli yerto'la terrasalar bilan hisoblaganda shu 900 kvadratdan oshuvdi-otdilar. Bu yoqda kattagina darvozaxonasini ko'rasizlar. Buni tepasida terrasasi joylashgan. U yoq tarafda bo'lsa, hamma sharoitlarga ega yozgi oshxona, kladovka, hojatxonalar, o'rtada yashil hudud. Nari yoq tarafdagi eshikdan oshxonadan kirib chiqsak bo'ladi. Asosiy eshik mana o'rtada. Yerto'lamizdagi uyi ichidan ham va tashqaridan ham tushsak bo'ladi. Endi ichkariga kiramiz, ketdik. Binoga kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa kattagina keng living room kutib oladi. O'rtoqlar, mana bu yoqga bir 15-16 kishilik stullarni qo'yib qo'yib, mehmonlarni ham bemalol mashta kutib olsanglar bo'ladi. Akamiz lekin boplab qo'yibdilar. Pulni ayamasdan qilganlari ko'rinib turibdi. Endi marhamat, spa zonaga bu yoqda bitta hojatxonasi bo'lsa, 8 ga 4 kenglikda kattagina basseyn, nari yoqda romlarimiz ham ochiladi va bu yoqda finskiy, turetskiy saunalarimizgacha joylashtirib qo'yishgan. Gap bo'lishi mumkin emas, o'rtoqlar. Bu tarafda mana yerto'laga tushamiz. Yerto'lamizni ham yaxlit qilib ta'mirlardan chiqarib qo'yilgan. Endi marhamat, birinchi qavatimizdagi kattagina keng, oppoqqina yotoqxona, o'zini ichida sanuzli plus garderoblar bilan bo'lyapti. Endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan oshxonaga kiramiz. Domofon, kamera, hamma narsa ishlab turibdi uyimizda.
ko'rishingiz mumkin. Oshxonamizni kattaligini qaranglar, stoleshnitsalar, stullar, mana bunaqa dekorativniy kraskalardan foydalanilgan. Boya aytgandek, bu yoqdan tashqari yozgi oshxonaga chiqsak bo'ladi. Endi biz ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bor. Zinadan chiqqanda o'ng tarafda o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zining kravatlari, sanuzullar bilan birgalikda bo'lsa, buni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zining sanuzullar bilan, yana qo'shimcha garderob, kravatlar bilan aynan u xonadan biz balkonga ham chiqsak bo'ladi. O'rtoqlar, zinadan chiqqanda endi chap tarafda bo'lsa, bu qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini garderobi, sanuzulli, kravatlarini qaranglar, tayyor qilib yasattirib qo'yibdilar. To'rdiga eshikdan balkonga plus terrasaga ham o'tib ketsak bo'ladi. Endi mana marhamat, kattagina, keng, asosiy bu bizani mehmonxonamiz. Mehmonxona orqali katta, bunaqa razdvijnoy eshiklarni ochadigan bo'lsak, biz terrasaga chiqamiz. Akamiz uyi narxini 400 dan baland mo'ljal qo'yotgan ekanlar. Aka, keling dedim. Taqalgan shu 399 ming dollar chiqaringlar, qiziqqanlar telefon qilishsin deb gaplashib ko'ndirib qo'ydim. O'rtoqlar, manzil Toshkent tumani Qizg'aldoq mahalla, mo'ljal Keles BYD avtosaloni bo'ladi. Katta mani biznesmen akalarim Uchtepa tumani Beshqayrag'ochga kelganmiz. Salkam 14 sotixli mana shu birinchi liniyadagi noturar joyimiz sotuvga qo'yilgan. O'rtoqlar, bu katta mana supermarket bo'lib ishlagan, yonida hozir ham evis ishlab turibdi. Zo'r tarafi, menga yoqqan joyi asosiy katta yo'l. Oldida parkovkalardan muammo yo'q. Ikki yon tarafi ham ko'cha, ya'ni ikki tomonlama tartiboy bo'ladi. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ichlari bilan hammasini ko'rib chiqamiz. Qanunda ketdi. Faqat narxini ayta olmayman, qadrdonlar, o'zingizlar bitta taxmin qilib izohlarda yozib qoldiringlar. Taxminan nechta pul bo'lishi mumkin bu joyimiz? Oldilarini ko'ryapsizlarmi? Avtomobil qo'yish uchun joylar bemalol. Endi kelinglar, ichkariga kiramiz. Katta optiviy supermarket bo'lib ishlagan. Mana оборудованиялар hammasi italyanskiy olib kelib yig'ilgan ekan. Agar mana shu biznesni davom ettiraman desanglar ham, bu narsalarni hammasini kelib ko'rib, egalar bilan kelishgan holatda qo'shimcha yana sotib olsanglar bo'ladi. Bu joyimizning imorat birinchi qavatimiz 1200 kvadratdan oshiq ekan. Buni yer to'lasi ham yaxlit katta 650 kvadratdan oshuv. Bundan tashqari orqa tarafda hovlisi ham bor. Katta yuk mashinalarida mollarni olib kirish uchun hozir u yoqqa o'tib ko'ramiz. Ketdik. Bu joyimizning mana orqa taraf hovlisi, o'rtoqlar, o'zini katta bunaqa generatorlari, undan tashqari go'shtlarni saqlash uchun 3 ta u yoqda xolodilniklargacha bor ekan. Mana bu tarafdan katta darvoza, ko'rib turganingizda yuk mashinalar kirishga mo'ljallangan. Mana shu joyi o'zi adashmasam 200 kvadratdan oshiq ekan. Qiziqqanlar uchun joy egalarini, nomerlarini video ostida qoldiramiz. Bu videoni biznesmen, mana shunaqa noturarga qiziqadigan aka-ukalarga yuborib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Ustiga bir sim qo'ymasdan o'zligi olgan narxga berib yuborishga rozi bo'lishdi, o'rtoqlar. Mana ko'ringlar, shundoqqina yonginamizda depo mol, yangi qurilgan novostroyka, ikkinchi qavatdamiz. 75 kvadrat metr kattalikda xonadonimiz, 2 xona. Bu hozir mana oshxonasi bo'ladi. O'zligi 2000-3000 ming dollar rasxod qilib, elektrika, santexnika, steyashga, teplik pollarigacha bitkazib qo'yishgan. Endi planirovkani ko'ringlar. Bu yoqdan kiraverish asosiy eshik bo'ladi. Kirganda buni yonginasida alohida hojatxonasi bo'lsa, alohida yuvinish xonasi, buni yonginasida mana shunaqa keyingi xonamiz, xohlaganlar endi buni mehmonxona qiladi. Bu yoqda bo'lsa, yotoqxonamiz joylashgan. Kattagina keng radiatorli qo'yib qo'yilgan, ko'ryapsizlar, oqsuvoq holatida, ichida o'zini sanuzullari bilan. Xo'p, narxi, olishgan narxligi 1133 dollarlardan bo'lgan ekan. Mana shu narxdan agar xaridor bo'lsa, berib yuboramiz deb aytishdi. Mana bu qilingan ishlar, santexnika, elektrikalar bonusga o'tib ketadi. O'rtoqlar, bu novostroykaning yuqori qavatlarida sal arzonroq bo'lishi ham mumkin, lekin bu ikkinchi qavatda. Ko'pchilik biladi, mana shu pastki qavatlar qimmat yuradi. Qiziqqanlar pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 485 ming dollarga chiqarilgan uyimizni o'rtoqlar 399 ming dollarga ko'rsatamiz. Yashnobod tumani Tuzelga kelganmiz. O'rtoqlar, So'riklet chorrahasidan taxminan 1 kilometr uzoqlikda. Faqat bu taqalgan narxi savdolashilmaydi. Endi kelinglar, kiraverishdan boshlab sizlarga tushuntiramiz. Kiraverish juda ham kattagina darvozaxonamiz. Ko'rayotganinglardek navesli qilingan. Dokumentlar bo'yicha 9.2 sotix ekan. Past tarafda imorati, bu yoqqa kirganimizda mehmonlar uchun alohida bitta katta xona qilingan va hovli uchun hojatxona, buni yonginasida oshxona, oshxonaning ichidan biz umumiy bitta sanuzulga ham kirsak bo'ladi. Mana landshaftlarga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Hovli bo'lsa shunaqa katta bo'lsin ekan-da. Nariyo taraflarda ham yana navesli qilingan. Bu yoq oldida asosiy katta 2 qavatli imorat, yer to'lasi ham yaxlit
qilingan. Ichkaridan ham tushsak bo'ladi, hovlidan ham tushsak bo'ladi. Endi asosiy imoratga kiramiz. Uyga kirib kelishimiz mana shunaqa keng yo'lak bilan boshlanyapti. O'rtoqlar, birinchi ko'radigan xonamiz ayollarimiz uchun mo'ljallangan mana shunaqa oshxona bo'ladi. Bu asosiy binodagi asosiy oshxona. Buni yonginasida vannaxona joylashgan, yonginasida kattagina yotoqxona. Mana zinalarga bitta ahamiyat beringlar. Juda chiroyli qilib yasalgan. Mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan, kattagina, keng mehmonxona. Patolog balandligi adashmasam bir 380 mi 390 bo'lsa kerak. Endi tepaga chiqamiz. Boya aytganimdek, yerto'laga mana bu tarafdan tushiladi. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda o'rtoqlar bizani mana shunaqa kattagina o'tiriladigan living room kutib oladi. Xo'p, zinadan chiqqanda o'ng tarafdagi birinchi xona bolalar uchun mo'ljallangan katta yotoqxona. Buni yonginasida ikkinchi qavat uchun umumiy marhamat mana shunaqa kattagina vannaxonani ko'rsak va bu yoqda ota-onalar uchun mo'ljallangan asosiy yotoqxona uzunligi 9 metrmi shunaqa ekan, kattaligini qaranglar. Sanuzllari ham, vannaxonalari ham bor. Endi davom etamiz. Xo'p, bu tarafda navbatdagi yotoqxona marhamat. Bu endi qizlarga yotoqxona qilib berilgan ekan. Buni yonginasida yana bitta xona bor ekan, kladovka qilib foydalanilgan va bu uyimizdagi eng oxirgi bu ham qizlarning xonasi. Mana shunaqa ko'rinishda. 399 ming doda narx, lekin kelib bitta ko'ringlar. Mahalla ham zo'r elitniy mahalla. Faqat taqalgan narxi, akamizning nomerlari video ostida aloqaga chiqib bosib oladigan joyi.